Do'stlar, biz kech kirganda video o'tdik. Bu manfaatli bo'ladi hammaga. Bizni poddержка qilishda davom eting. Biz har doim Texnobozor oldida o'tganimizda shu akamiz shu yerlarni tozalik qilayotgan bo'ladilar. Bu akamizni orzularini amalga oshirmoqchimiz. Eng katta orzularni hozir so'rab sizlar bilan birgalikda bilib olamiz. Siz bizni kuzatishda davom eting va like bosishni esdan chiqmasin. Xormay aka. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, tuzimsiz? Shu yerdan har kuni o'tamiz Texnobozor oldidan. Kech bo'lishiga qaramasdan shu yerda tozaliklarga rioya qilyapti ekansiz. Aka, qo'llaringiz ham soqatib qolibdi. Har kuni qiladigan ishimizda. Aka, biz obunachilar bilan kelishilgan holatda sizni eng katta orzungizni amalga oshirmoqchimiz. Shunga orzungizni aytsangiz, biz eng katta orzungizni amalga oshiramiz. Dubaydan villa olish. Eng zo'r inomarka mashinalarni haydash hamda Chortoqda eng oldi biznesmenlardan bo'lish. Siz qilayotgan orzuni biz ham orzu qilamiz. Siz haligi bo'ladigan gapdan gapiring, pulmi yoki maishiy texnikami yoki skuter so'rang, biz shunaqa yordam qilmoqchi edik. Uka, men do'konni ko'rdingmi? Ha, Mani mashinani ko'rdingmi? ko'rdim aka. Orqasidagi logotip nomerlarga e'tibor berdingmi? Mana shu do'kon, mani mashinam, mani do'konim. Farroshda haydab yurdim, oxiri o'zimga qolib ketdi hamma ish. Xohlasan, o'sha farrosh oyligini senga ber, sen ishlaydi ishlataman uka. Yur, mana men senga hozir narsalarni ko'rsataman. Yo'q, yurginsan. Yo'q. Kerak sandan kerak edi. Ichkaridagi mahsulotlarni ko'rasan. Hammasi eng shu Chortoq bo'yicha eng o'rta narxlarda sotiladigan narsalar uka. Farroshmi? Farrosh ko'rdingmi meni? Menga skuter berarmish. Yo'q, yur. Keling, senga yozmasang skuter ko'rsataman. Aka. Qanaqa skuter kerak? Qaysi modeldan kerak? Hammasini aksiyaga qo'yib qo'yganmisan, bek aka. Shu narxini ham tanishmaguncha qo'ymasan ish kerak. Ko'rdingmi? Hamma joyda 6 million 350 ming sotilsa, menda 5 million 520 mingga qo'yib qo'yganman. Menga skuteringni gapirasan? Xohlasan uka, libov payt kelasan, xohlagan skuteringni eng optim, eng chegirma narxda qilib beraman. Buni bazar optim deb nomlab qo'yganman be. Optim. Libov payt kelasan uka, senga hamma tovar aksiyada. Tavba qildim. Hozirgi akaga ehson qilaman, menga ehson beradigan ekan. Shunda katta do'konni ochib qo'ygan ekan. Uka, skuter kerak bo'lsa kelaverasan, aksiya narxlarda qilib beraman senga. Bo'ldi, aka, jo'natamiz odamni.